Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 28-iyun haftaning shanba kunidagi chiqayotgan ishlarimizni hozir Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod shaharchasiga olib kelganmiz. Ko'rib turganlaringdek hozir bu ikkinchi mashinamiz mana kelib og'darilyapti. Bu birinchi mashinamiz. Ko'rib turganlaringdek ranglari sariq atlasnoy, razmerlari standart. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan birinchi qo'l o'zimiz. Ko'rib turganlaring katta obyekt ekan, 40 ming, 50 mingta ishlarkan. Yangi ishlar. Hop, to'kilish jarayonlari mana hozir anchadan buyon ko'rsatganim yo'q edi. Seke yuravering. Juda apasini joyiga kelyapman. Tagiga kelyapman, ko'rganlaringiz. Ishlar tushdi deyapti oyoqlarga. Nima deyapti ishlar? Nima bu deydi-yu. İşlerimizi görüp turganlar haftasini ashuda. Sanoqlar garanti hali sho'riqda olsa umuman chiqqani yo'q. Ko'rib turganlaringda bu 10 mingtalik mashinadan olsa to'kildi. Ichida ozgina qoldi, hozir uni davomiga to'kib beradi. Eslatib o'tamiz, manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Zavodimizning o'zidagi narx xudo xolasa ishlarimizni eng arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. 800 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapmiz. Kimga shunday ishonarli g'ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar. Mana shunday to'kilish jarayonlari ketadi, xudo xolasa. Sanoqlariga xudo xolasa 100% garantiyasi bor. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.